diyorim to'r bekdi. Hurmatli aziz mehmonlar, aziz tomoshabinlar. O'zining san'at kasbiga axloq nazari bilan qaraydigan azimat naqshchimiz, suyimli farzandimiz Abdulla Abdurayim, sizlarning to'liq qimmatli vaqtingizni berib sizlar uchun, faqat sizlar uchun bugungi sahnada aytib bergan naqshlari sizlarni xo'shal qilib suyundirgan bo'lsa, u shuningdan olamcha xo'shal. Qadrli inimiz Abdulla Abdurayim bir naqsh aytib, xalqni suyundirgan chog'da o xalqiga yuzlab naqsh aytib berishga tashna va taqozolik tuyg'usi bilan yashaydigan yigit. Abdulla Abdurayimning naqshchiligi taqa tugimidi. Abdulla Abdurayimning sizlar uchun ijod qilayotgan, sizlar uchun aytayotgan naqshlari abadiy tugimidi. Uning naqshlari aziz tomoshabinlarning o't qalbida mangu to'xtamaydigan tugimas naqshlar. O tomoshabinlarning abadiylik va saodatini, o tomoshabinlarning oilasining xo'shal qo'ronligini, o tomoshabinlarning yangi yillarining yangi ufqlar bilan gullarga to'kilishini tilaydi. Marhamat. Naqshimiz her yanni sadası yanrıtı canni bulup kakku gıcır bulbul kızıt kayba bostanni kızның naqshimiz yangraydı çalgan sazimiz yangraydı etkan naqshimiz köngül hoşi bilen ağlaydı şirek urgut sışatlıkni küler orman çimen zarlar kişi nakşi Kiler asker güzel çağlar, güzel çağlar bizning naqshimiz yangraydı çalgan sazimiz yangraydı naqshimiz köngül hoşi el zoq bilen ağlaydı naqshangni jahonga yangrat naqshangni
nakşanlı Cahanға yavrat nakşanlı Kuşlardek Ey buğun etildi armanni